60 yoshli bemorimizda juda ham katta gemoroy tuguni. Tasavvur qiling, hozir o'shani arteriyasini bog'layapmiz. Juda ham katta tugun. O'zi anus spinal anesteziya ta'sirida bo'shashib, sal kattaroq ko'rinishga keladi-da. O'sha yerda gemoroy tugunlari chiqib keladi. Hozir gemoroy tuguni shu darajada kattaki, orqani shunday qoplab olgan. Uni medisinskiy instrument bo'ladi, loyer deyiladi. Loyer qisqichiga bog'lab turib, ushlab turib arteriyasini bog'lashimiz kerak. Loyer qisqichi qisqolmaydigan darajada tugunlar kattada. Buni har bittasini arteriyasini bog'layman desang, orqasidagi shilliq qavati ochilib ketadi. Xullas, operatsiya jarayonida turli xil qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bu ertaga qon ketish xavfini orttirishi mumkin. Operatsiyadan keyin ko'proq choplarni tushish natijasida ertaga bemorda og'riq bo'lishi mumkin. Shuning uchun kimda gemoroy bo'ladigan bo'lsa, og'ridimi, qonadimi, shifokor tomonidan sizlarga tavsiya qilinadimi jarrohlik amaliyoti albatta o'tkazib yuboringlar. Anaqa qiyinchiliklar o'shanda bo'lmaydi.